Assalomu alaykum. Biz endi sizlarga angur echkilar, uloqlar, tekelerni tartib ko'rgazib ketamiz. Assalomu alaykum. Sizdan baka bular? Yo'q, takalar qanchadan bo'libdir? Yo'qolmazlar. Angur takalar ekanda. Onga yaqinda. Sizniki qaysi qarashdi? Buni echkilarmi? Yo'q, biz o juftadi güzel. Var bir tartdim. Qanchadan ekan? Bu yerda aralashmi? Serka, echki. Qancha shul? Taka o'xshaydi shular? No. Nasıl takar, neredeyse echki. O serka. Qancha echkilaringiz? Jamal javob berib tursan. Qancha mingdan? Javob berib tursan. Egesi var da egesi. Egesden murullay aytaver. Mana echki 6200 ga ketdi. Shul bu? Mana 6200 ga ketdi. Bunaqa echki suyuvchilar uchun mana 6200 ga ketdi. Bularni 6000 qilsak bermaydi hozir. Qolgani 5 dan kami var. Qolgani 5000 dan kami bor ekan. Ya bor ekansiz-ku, shunday qilib o'ylab javob berib qo'yam. Hemen yurgan Dangal. Azamatsiz. Hatto bozorda tushunmagan odamlar da ko'p ekan, tan qoladi bizni ko'rib. Rahmat, bozoringiz bersin. O'zi oldimdan o'tib, da'vo aytdim deb qo'yapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'zg'ulu qo'ylar qanchadan ekan aka? Qo'zg'ulu qo'ylarni Bunlar shu yenesi. Yenesi shular? Buna qo'zisi ekan. Bu yenesi 16000. Kami bor? Yolg'iz qo'ychi o'zi, qo'ylar. Qo'zisi yo'q. Shu o'xshaydi? Qanchadan bular? 15 dan datasi kam bor. 15 ming kami bor. Bozoringiz bersin, ha? Qo'chqor jo'q o'xshaydi bu yerda, jalan qo'ylar ekan. Qisqasi 16 mingdan 15 mingdan ekanda. Shunda 13 mingdan boshlab 16 minggacha. Aqshasi bolalar olib ketaveradi. Jo'da qo'ylar turadi. Bordi qo'ylar ekan? Yosh qo'ylar ekan. Yosh qo'ylar. Ekich. Qanchadan deydi qo'ylar? Qanchadan datasizlar? Keldibek? 17 bo aytadi. Qo'zulu qo'ylar. Qo'zisi menen-da, yolg'iz o'zim. Ha, bo'z qo'ylar. 17 ming so'mdan ekan. 17 ming so'mdan. Mayda. Qancha ekan shu serka? Takavi bu? Echki. Takadan bo'lgan to'p. Qancha ekan shu? Yo, ana buloqni yozadi. Men 9200 so'ratasiz. Eko'ni 9200 shunda? Yaxshi. 4700 dan bular. 4700 dan bo'lib qolib ekan. Assalomu alaykum. Qancha ekan echki aka? Uloqlar bo'cha? Do'koni 11 qiltaq. Serka ekan eko teng. 11 mingdan ekan eko. Bunga 11 ming so'mdan. Bu zag'ini o'tamiz. Assalomu alaykum. Qo'ylar qancha ekan aka, qo'ylar? 14. Qancha tish bo'lib qoldi bu qo'ylar? 4 tishmi? 2 tish, ha? Qo'zulu qo'ychi, qo'zulu. Qo'zulu qo'ylar ham bor ekan, ha? 4 ming so'mdan ekan. Yaxshi. 4 ming so'm. Assalomu alaykum. Uloqlar qanchadan aka? Uloqlar 2,5-3 ming. Kichkina arzonlabdir, ha? Bozorda qimmat olib ketishdi-da. 3 mingdan ham tushib beramiz analar. Ko'ramiz. No, turgan, ha? Shundan turishib qarangizlar mana. 3 mingdan da kichkina tushib beradi ekan. Echkilar. No, serka o'xshaydi bu, ha? Bu. Ol echki. Echki bu dag'i. Takaga o'xshash ekan, derski turadi. Qancha deysiz echkini? 5 ming, 5,5 ming. 5 ming, 5,5 ming so'mdan ekan. Yaxshi. Qayerdan keldi bu echkilar? Shu yerdiki? Jo, biz kameramen echkilar tartib o'tamiz. Odamlar ne qilamiz? Rahmat.
жакта да мал көп кириптир. Козулуу койлор экен. Сиздерге караштыбы? Жок, ес жок. Жок экен. Мына ака окшойт го. Эге сизби ака? Канча козулуу койлор? Баасын да билбейсиздер канчадан болгонун? 17'den doğdu. 17 миң сомдон экен, узун койлор. Козусу менен экен. 17 миң сом. Бул да өткөн базарда турган ушул. Индик деп коет. Ассаламу алейкум. Канча экен бул койлор? 12 de otağız. Sıraş otağız. 12 миң сомдон, а? Козусу жалгыз өздөр, а? Жакшы, рахмат. Торговый базары ушуну менен биздин чыгарылышта соңуна келип жетти. Койлор 17 миң сомдон экен, 13 миңден баштап 17 миң сомго чейин. Кочкорлор 25 миңге чейин экен, 18 миңден баштап. Ечкилер 4 миңден баштап 9 миңге чейин экен, серкелер, текелер. Кыскасы ушундай мал бир аз арзандаптыр.